Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi videomizni topli pol ustidan qilinadigan styajkalar haqida bo'ladi. Qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Bu obyektimizga ham sanitariya amalga oshirganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana joyimizga topli pol ustidan tashlaganmiz ma'lum miqdorda. Biladiganlar kommentariy yozib qoldiringlar, nima uchun biz ichida tashlaganimizni. Styajka ishlari amalga oshirilmoqda, ko'rishingiz mumkin. O'zi topli pol ustidan eng yaxshi styajka O'zbekiston sharoitida qilinmaydi. Suyuq holatdagi styajka hisoblanadi. No, afsuski bizda bunaqa holatdagi styajka qilinmaydi. No, shuning uchun o'zimizda topli pol ustidan qilinadigan eng yaxshi styajka mana shu holatdagi styajka hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Rushnay holatdagi. Bu styajka qanchalik suyuqroq bo'lsa, shuncha yaxshi, chunki styajkada havo bo'lmasligi kerak. Mana shu styajkada havo bo'lmasa, issiqlikni shuncha yaxshi tepaga chiqarib beradi. Ko'rishingiz mumkin. Qancha suyuq holatda bo'lsa, effekti shunchalik yaxshi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Har doimgidek topli pol bizani devorlariga demper lenta qo'yib chiqamiz, bu qo'yish shart. Chunki styajka qiziganda kengayadi. Kengayganda styajka yorilish ehtimoli mavjud bo'ladi. Shuning uchun mana bunaqa deformatsiya toplaydi, demper lentalar qo'yib chiqishimiz shart. Iloji boricha yana bitta narsa, styajkani mana bunaqa mayda bunlar bilan nur ustiga nur bo'ladi. Katta toshlar ko'radigan bo'lsanglar, topli pol ustidan qilinadigan styajkaga. Mana shu holatda